Bu yer qayer? Bu mening uyim emas-ku. Buncha qattiq divan. A, nega men bu yerdaman? Uncha bu yer dabdala bo'lib yotibdi. Nima bunaqa qurilganmi? Mana bu aylanadigan parrak ham ishlamas ekan. Nima bo'lgan edi eslamaychi. Ha, meni orqamdan kimdir va meni orqamdan kimdir keldi. Men qaradim va shu yerdaman. Judayam g'alati. Hech kimga tegadigan odam emasim mumkin. Menimcha iflos joy bu yer. A, eshikni orqasida kimdir turibdimi? Qani ularni ko'raychi. A, bularni eshitaychi. Yangi biznesmen shu yerdami? Ha, shu yerda. O'zing u bilan shug'ullan. Xo'p, boss. Bular kim bo'ldi? Yangi biznesmen deb meni aytishyaptimi? Men hech kimga tegmay yurgan edim. Boss dedimi? Bu menga telefon qilgan boss-ku. Ha, bular meni. Telefonim qayerda? Telefonim hamyonimni ham olib qo'yishibdi. Bu yerda sandiq nima qilyapti? Global. O'zim himoya qilishim kerak bo'ladi hozircha. Men lekin eng muhimi tushunmayotgan narsam men bularga nima qildim? Nimaga bular meni o'marmadi bular? Ha, meni o'g'irladi bular. Shu gap ham qo'shmayapti. Nima bo'lyapti? Bu yerdan sekin qochishim kerak. Bular nima balo? Qani bu oila qachon tushadi deydimi? Tomga ketgan ekan bular. Mayli, bu yerdan chiqib ketishim kerak. Men qayerdaman endi tushunib ham bo'lmaydi. Bu dom nimagadir tanishda. Bo'lmasa men yo'lga chiqib olaychi. Avtomatdan qanadir odam o'ldiradigan narsa ko'taravish yo'lda g'alati. Politsiya ko'rib qolsa meni o'ldiradi. Magazinmi? Opa. Bu magazin cho'ta menga notanish. $5000 kuniga. Yo-mayo, bu yer sotilar ekan-ku. Men nima bilan joylarga kelyapman? Men mazam bo'lmayapti. Allah menga nima qilgan? Cho'ta boshim qattiq og'riyapti. Yo'lda qo'y nima qilyapti? Magazinim, meni ikkinchi zo'r magazinim. Odam ko'payib qolibdi, yaxshi. Bu yerga nima deb yozib qo'yibdi? Magazin egasi boss. Nima? Magazin egasi boss? Qanaqa boss? Jinnimisizlar? Qanaqa boss? Jinni bo'lyapsizlarmi? Magazinchi yaxshimisan? Sen menga xizmat qilmasmiding? Meni bugundan boshlab, to'g'rig'i o'tgan kundan boshlab boss sotib olgan. Sizdan ko'ra 2 barobar ko'proq pul to'layapti. Teshib chiqsin to'lagan pulim bor-ku, burdingdan chiqib ketsin bor-ku. Bitta pulim turibdi meni, berlaring bu yerga. Qani men hamma pulni olib ketaman. Magazin egasi baribir boss dushmanim bo'lsa ham pul uniki, uning haqqi shu yerda turishi kerak, mayli. Itaganlar lekin bor-ku, qanani magazinchi, sholqon burun. Men magazin mendami? Bu magazinga hech kim tegmabdi, yaxshi. Sen meni qo'rqmanglar, hammasi mening nazoratim ostida. Bu magazin meniki. Yo, men naryoni kim olib qo'ydi, tushunmayapman. Bossni men oladi, men magazinimmi? Brat, tushunmadim vashi bor-ku. Nimaga meni magazinimni unga sotdingiz? Vashi tushunmayapman, nimaga? Mr. Berto, men seni o'lgan deb o'ylayotgan edim. Qanaqasiga o'lgan deb o'ylaysiz? Brat, tirikman-ku. Endi 2-3 kun bo'lsa o'lgan qolaverasiz ham. 2 kun, 3 kun emas, sen 3 oydan beri yo'qsan. Nima? Yo-mayo, ular men nima qildi? To'xtachi, bu bitta jigarim sotmaganman. Necha? Baribir nimaga berib yuborasiz? Brat, o'zim kelishim kutmaysizmi? Yaxshi, ikkinchi magazin berib yubormayapsiz. Uni ham bugun sotmoqchi edim. Siz brat, tomingiz ketgan g'irt. Tut sizga, tushundingizmi? Brat, bo'lmadingiz vashi bor-ku. Hozir men birinchi magazin pulini to'layman hozir. Kutib turing endi. Vashi brat bor-ku, hurmatdan tushib ketdi bor-ku. Mopedim shu yerda turibdi, yaxshi, egasi kelmabdi. Qochchi, qani qancha pul yig'ilibdi? 3 oy deyapti-ku ana. $54,000. Yo-mayo, ko'ryapsan? Butun iyotlaringni sotib olaman senlarni. Ana yerda $300 men anaqamam turdi. U men reklamamga hech kim ishtimay qilmagandir, ha. Короче, brat, bilmadimmi? Men mana bir to'xtang, brat, pulni bering, hammasini berib yuboribman, jinniga o'xshab mana.
1 2 3 4 5. Keyin men Antga pul to'lamayman, chunki men magazin berib yuboribsiz. Men bilmayman, ertadan to'layman. Pulimni chiqarib olishim kerak-ku axir. To'g'ri tushuning. Kanta yangi magazin ochilibdi, sizgami? Ha, biz uni 3 oy degan zo'rg'a bitirdik. Chicharibsizlar lekin bor-ku, 3 oy ham. Shuncha vaqt ketibdi bor-ku. Nima ham piyoda yuribman, mopedga kim pul to'ladi o'zi? Ashga kirgandan keyin kimdir orqamdan keldi bor-ku. Men seni ko'ryapman deb kelganday bo'ldi o'zi ham bor-ku. Kirmayman ikkinchi o'rmondan. Ko'chani o'rtasiga qo'yib ketaman. Ketdim, yo'lda e'tibor beraychi, o'zing kimdir urib ketgan, nimadir boshlamayman o'zi yana. 9 yil qavalib chiqsam o'lib ketaman-ku men. O'lim o'tib. Xo'p, normalniy mashina yo'q. Magazin ko'rib chiqaylik. Bu nima? Yangicha to'lov usuli. Bu haqida gapirishayotgandi. 3 yil oldinmi, 3 oy oldinmi gapirishyapti. Pul tashlaydi, pul bu yerdan kelmoqchi. To'g'rimi-da? Zo'r o'ylash. Ishchi ham yaxshi. Bergan mana. Mebel sotsam haqda, mebel tursa, hech narsa turadi. Juda yaxshi ekan bu yer. Bo'lmasam men hozir 49 bo'lsa 49 ming dollar pulim bormi shunda? 10 tasi 10 ming bo'lsa, yo'q. 5 tasi 500. 10 tasi 1000. 5000 dollar. Bratdan so'rayapman men. Brat, короче, yangi qurilgan magazin zo'r, lekin narxi chiqsa menga qimmatli qilyapti. Shuni 3000 dollar. Birinchi kun 3000 dollar qilib bersangiz, keyingi kundan уже men как положено 5000 dollar pul to'layman. Endi magazinimni ham ikkinchisini sotib olibsiz, shuni ham o'ylab bir qilib bersangiz bo'lardi. Mayli, Mr. Berto, men senga ishonaman. Mayli, 3000 dollarga roziman. Brat, rahmat, lekin hurmatdan tushdingiz-ku, mayli. Mayli endi. Siz ham atang qilmagansiz. Surkavarsiz lekin bor-ku, brat. Men qilaman, men 3000 dollarni oling. Yani magazinning ishini hal qilayman o'zim. Men telefonim qani? Men telefonim nima olib qo'yishadi ular? Ana brat, telefondan telefon qilib olaychi. Bering, telefoningiz bormi? Berib turing-da, brat. Bitta vachi gadoy bo'lib ketibman-ku, berib turing endi. Alo. Siz bilan gaplashgan edim 3 oy oldin. Usta aka, meni binoyim bugun kelsangiz, bugun ko'rsangiz, shuni ikkinchi etajini qurishingiz kerak edi. Puldan muammo yo'q, bemalol kelavering. Mening telefoningizni oling. Yoqmayapti vashi bor-ku. Kayfiyati ham yo'q, nimagadir hech sakrasam jigarim og'riyapti. Men jigarim bittasini sotib olishmaganman-ku. Doktorga borib kelishim kerak. Shunaqa ham bo's bo'ladimi? Lekin qo'rqib qoldim men ulardan bor-ku. Bu yer sotib oldim men. Bo'sni do'kon. Men bitta narsani tushunmayapman. To'xta-ya. Men kallamni ishlatmayapman-ku. Nima bularda 4 ta odam, nega menda 2 ta odam? Reklamani ham kuchaytirish kerak. Hammasiga qarash kerak bor-ku. Magazin ochish oson deb o'ylar edim, lekin juda ham oson emas ekan. Qo'ylar ko'payapti mana bu yerda. Nima bo'lyapti? Ko'paymanglar, qo'ysanglarchi. Qo'y farm qilishim qoldi endi bor-ku. Xo'p, bo'lmasa men bu yerga sotib oldim. Men bu yerdagi mebellarni hozir zakaz. Yo'q, qara, normalniy mebellarni zakaz qilib yuborman senga. Pul to'xta, senga 1000 dollar bersam yetadi. Qolgandan ustaga to'lashim kerak. Sen hozir zakaz qilib yubor, kelsa men o'zim joylashtirib chiqaman. Bo'lmasam qara. Kelsa menga aytib yubor. Men mashta sen bilan gaplashib turaman. Telefon qildagi birga nima gaplar, qayerdan kelib qolding, magazin qachon qurildi, kim qurdi, bilib olaychi, bir gaplashib turamiz deb. Barchasini ham bitirib oldik, do'stim. Narxlarni ham belgilab chiqdim, o'zim normalniy qilib, katta pul qo'ymadim. Normalniy narx qo'yib chiqdim, Ichida mahsulotlarni ham qo'yib chiqdim. Bergan Nokia 3310 so'ragan, bir aytishga endi bilmadim, pulni berdim-ku senga, mayli, men yordamlashdim ishlaga, mayli, yana 200 dollar pul. Pul ham VIP bo'lib ketdi bor-ku. Короче, ishqil magazin ochildi, tushunding-a? Men ustani chaqirgan edim, mana SMS ham yozibdi. Usta kelgan bo'lsin ishqil. Iflos magazin. Tfu bor-ku. Shuncha men mashqqa umid qilgan edim. Usta aka kelibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayersiz? Yaxshi, men sizni siz o'sha telefon qilgan ustamisiz? O'sha. Bo'lmasam sizga xizmat bor. Mana shu magazinimni ikkinchi etajini yangicha dizaynda qurish kerak edi. Unday
bo'lsa sizdan $500 yetadi boshlang'ich to'lov uchun. Ha, keyinchalik bemalol pulni so'rayvering. Iloji boricha yangicha dizayn va qimmat qilamiz. Mana $500. Siz bilan bo'lmasam, siz qandaydir muammo bo'lsam, kamchilik bo'lsa menga telefon qilasiz, xo'pmi? Aha, hop. Bo'ldi. Charchamang, yaxshigina qilib bitirsangiz sizga yana ko'proq pul beraman. Xo'p, bo'lmasam bu brat bilan ham gaplashib oldim. Men magazin ko'rsam kayfiyatim buzilyapti, bor-ku. Nimaga bu magazin? Mayli-da. Odamga mayib ketdi men magazinimda. Ishqib, men bu Nokia, ana YouTuberga telefon qilaychi. Assalomu alaykum. Siz ana shu YouTubermisiz? Meni magazinim reklama qilgan edingiz, esingizda bo'lsa, hozir magazinimda ikkinchi etaj qurilish ketyapti. Undan oldin yana bir marta post qo'yib bersangiz, $200. Bo'ldi, arendachi bratga pul beraman, u sizga pochta orqali tashab beradilar. Keyin meni magazinim normalligini auditoriya, ya'ni o'ziga odam yig'gandan keyin men reklamalar yorlig'i, reklama qo'yadigan joy qilsam, magazinimda har xil snack, chips, nimadirlardan va hokazolardan reklama olsam bo'ladimi? Ularni tanishlaringiz bo'lsa albatta. Ha, sizga 20% pul. Ha, bo'ladi. Menga 80% bersangiz bo'ldi. Bo'lmasa men siz bilan aloqaga chiqaman, ashuni ham surishtiring va qayerlarga reklama qo'yishim kerak. Shu yerlarni menga albatta endi bilmadim-ku, SMS qilib tashlang. Menda Telegram yo'q. Bu eski telefonim edi. Ha, siz postni qilavering. Men pulni tashlayapman hozir. Keyin o'sha reklama yorlig'ini ham gaplashsangiz. Bo'lmasam siz bilan bo'lgan kelishuvimiz davomiy bo'lsin va bo'pti. Bo'lmasam men telefonni qo'ydim. Xo'p, sharmandalik bor-ku, Nokia ishlatib yuribman. Bitta magazinim yo'q. Bilmadim endi, men bratam o'ylanyaptilar, nima qilyaptilar, pulni sanayaptilar, $500 soxtam yo'qmi deb yosh ko'rsatdi-da. Sen pul ishlading, pul ishlamayapsan, sen qara, tovarlaring kamaygandir. $200 bera olmayman. Cho'nchagingdan olib turgan, keyin pulni kamroq qo'ysa, kassadan pulni javob. Bitta magazinga kunim ikkita magazin, naryoqdan katta pul keladi aytgancha. Bo'lmasam, brat, men $200 YouTuber bratda pochtasi bor-ku, sizda bor edi. Sizni ham reklama qilib bergan shu bor-ku, ashuni reklamasidan kelgan bu. Mana ashuni tashlab qo'ying pochtasiga. Xo'p, reklama yorlig'i, men ashuni hal qilishim kerak. Bo'lmasam men bilmadim, bugungi kun ham yaxshi o'tdi. Men biroz qayerdadir manzil olishim. O'zimiz skuterim qayerdadir turgan edi-ku. Brat, men $500 olingchi. Men mana shu magazinda uxlayman garochi bor-ku, skuterga tupurdim men. Chekada chekararoqda uxlab olsam, birozdan keyin baribir kech bo'ladi, erta uxlasam hech nima qilmaydi. Men mana shu chekada uxlayapman, men savdoying qilaver. Xayrli kun. Muncha qachon men uy olaman? Men mana shu magazinim bitsa, menimcha ikkinchi etajda uy olsam kerak. Anta qandaydir blok turibdimi? Qalaysan, yaxshimisan sotuvchi odamlar ham yaxshigina bo'lib qolgan. Dizayn ham yaxshi ketyapti, lekin jakatda ish qilmabdi hali quruvchi, lekin uje normalniy, menimcha kechasi bilan ishlab chiqqan. Xo'p, bo'lmasam tepaga chiqaman. Bu yer hali yaxshi dizayn qilinsa kerak. Xo'p, tepaga chiqib, assalomu alaykum. Avvalambor xayrli tong, bro, qalaysiz? Yaxshi. Nima ketyapti? Qanday ketyapti ish? Hammasi yaxshi, lekin ozginagina materiallar yetishmovchiligi bor. Shunga ma'lum bir joylardan topib keldik, ammo ozginagina narsalar yetmayapti. Shunga bir attiga $5000 kerak bo'ldi. Topib bera olasiz. Cho'nchakda xamir yo'q odam, 5000 ga. Bo'ldi. Topaman men hozir magazin bilan tushib kelaychi, o'zim qachon uy olaman degan joyimga hech qachon borganday bo'ldi-ku bu ham. Mayli. Xo'p. Bitta pul bor, 3700, bu yerga $300 qoldiraman, chunki narsalarni to'lash kerak va arenda ham bor. Necha arenda bor, yerdan ikkinchi magazinim bor. Odam ko'pligini men bilmaganim menimcha yaqin orada yo'q. Yo'q. Shuning uchun odam ko'p. Xush kelibsizlar. Sota olaveringlar, men boy bo'laveray. Sizlar ham yaxshigina mebellar olaveringlar. Xo'p. Texnologiya qo'yinglar.
Oppa! Mana buni pul desa bo'ladi. Bu yerga menimcha men 14.000 dollar qo'ysam, $1.400 qo'ysam yetadi. Bu mana pul hamma narsa oldim va nihoyat $137.000. Ana $5.000 degandim. Qani og'ziga shkop bilan urayani bolani, qanani? To'xta. Qanaysiga 137.000? Yo'q, 137 $13.000 ekan. Ha, matematikam kuchli-da meni. Xo'p. 130 nima bitta nol ko'ryapman, ha. Mana bolaga pul beray, 13.000 og'zini pul bilan yopib yuboray deyman. Ha, yaxshimisiz do'stim? Qarang. 5.000 deyodingiz, bo'lmasam men sizga hozir $5.000 pul beraman. Mana $5.000 pul. Yetadimi? Ha, yetadi. Ya bo'l. Lekin amallaymiz deydi. Odam ustidan kulyaptimi bular? Ana magazinimni olib qo'ydi. Iflos ekansan hammang. Ketdim men, hammasini qarqadim. Xo'p. Brat, yuzingizni ko'rgim kelmayapti, baribir ko'rishim kerak. Kerakchi, yaxshimisiz? Xayrli tong. Qarang. Mana bu, xo'p. Mana bu 5.000, mana bu 500, mana bu 300. Shu bilan brat, buncha katta pul olyapsiz. Men uncha topa olmayapman. Ya'ni magazinim qurmaganimda dahshat pul kelar ekan menga ham o'ylab qarasam. Shkop pul kelyapti. Necha? Magazinni ham qurish kerak-da, baribir rivojlanish kerak. O'sha shkop puldan u men uchun va shu blok pul kelar-ki. Quravering brat, короче, sizga omad, menga qomat. Xo'p. Men nima? Meni yana o'marib ketdim, bundan tim chiqarib olmasin, ketdim men bitta. Motorbike'im qo'ydim, nariga magazin bittasi qo'ydim. Ashansani o'zim xizmat qilishim uchun olib kelib qo'yishim kerak. Xo'p, yo'lda ketamiz. Telefonni o'ynab ketsam ham bo'ladi. Xo'p. Ukam yozibdi. Ukam Amerikada o'qirdi. O 1 yil. Nima deydi bu? Iflos. Kontraktga pul kerak deydimi? Nima balo qilgan uka bu? Faqat buni o'qishiga men to'lar ekanman-da. Necha topib tashlayman bunga ham pulni. Hop. O'zim yozib yuboray. Xabar keldi. Qachon kelsan deb yozdim. Shu kanikulda boraman. Yaxshi-ku, o'qishini ham bitiradi-da. Kanikul emas. Jinnidabi ham matematikadan o'qimagan alfabetni. Hop. Uzr. Bo'ldi. Короче, kelarkanda bir bet qilib yozibdi ham bor-ku. Yaxshi. 3-4 oyda kelsa kerak. Bungacha men bizneslarimni ham rivojlantirib olaman. Mana $420 ga mana bu yerda bitta avtomat bor edi. Shundan olib qo'yishim kerak bir pachka o'q bilan. Brat, bilasiz men nima olganimni? 450. Sizga qirol o'qdabdir, men juda g'alati ko'rinyapti. Men $600 hech kimga indaman. Hech nima yo'q. Xo'p, orqa jo'nchakka solib qo'yamiz. Ishqi bir oson o'tarmikan? Qanday sinab ko'rsam bo'ladi? Shu magazinni oynasiga otib ko'ray, ko'proq pul berdim-ku. Hoppa. Sho, o'ynasin deb. Hech nima bo'lmadi, brat, men sizga ko'proq pul berdim-ku, shu oynaga yetib qolasiz endi. Qip nimadir bo'lyapti-da, menga tezroq uyga boraychi. Ikkala jigarim sotganmi deyman-a, Bo's yozmabdi, yaxshi. Yozmasin hech qachon shu bo'sam bor-ku. Iflos ekan. Ishchisi bilan meni o'zicha hal qilib yubormoqchi bo'ldi. Shunaqa ham yomon bo's bo'ladimi? Necha? Men o'zimga yangi narsa olib keldim. Men uy sotib olishim kerak edi. Uy qachon sotib olaman, pul kelyapti-ku. Qaraysiz, brat. Uy ham arenda, shuni qanday zamonda yashayapman? $800. Uy egasiz siz-a? Uy egasi menman. Qachon moped arendasini to'laysan? Qarchi, brat, qarang. Uy $800, mana shu uyni 800 bo'lsa mana 2 kunligi, mana $700. Ana polni mana butun pulni to'laman moped kredit qolma. Uyni mana yana 29 kun to'lasam, shu bilan uydan qutulaman, to'g'rimi, brat? To'g'rida 2 kunlik to'ladim.
uyim bor meni, уже bitta maqsadim bor. To'g'ri. Endi uyim arenda, magazinlarim turgan joy arenda, keyin reklamam arenda, mopedim o'zimda bor-ku. Lekin juda ko'p narsam arendani yerga qurishim kerak-da. Pul topsam zo'r deb o'ylayotgandim, lekin hayotda pul topish emas. Bu pulga munosib odam bo'lish ham muhim. To'g'ri, hayotda qandaydir o'rnim topishim uchun boshida qiynalishim kerak. Ну ничего, bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Kecha ham bir miriqib yaxshigina dam olay. Damanda yashil ko'rpachalar qo'yib qo'yishgan ekan. Divan olib kelib sharoit. Magazinga yozib yuboray. Yozmayman, telefon qilaman. Alo. Ha, men uyimga bir ikkita mebellar kerak edi. Mebellardan yaxshisidan qilib bir komplekt jo'natib yubor. Ha, bo'pti. Zo'rda magazin bo'lsa ham, lekin bir tarafda. Ha, mayli, mana shu yerda men biroz dam olib, telefonda kimdirlar bilan gaplashib o'tiraman. Jam bo'lsa mana telefon ilonchi o'ynayman bir ekan, necha mashina o'ynab o'tiraman. Ha, kimdir yozibdi.